Zokirjon Ermatov quruvchi, aniqrog'i issiq fasllarda akasi bilan qishloqdoshlariga qurilish ishlarida ko'maklashar, oilaning asosiy daromad manbai ham shu mehnat edi. Qish kelishi bilan esa ish to'xtar, aka-ukalarning aksariyat vaqti bekor o'tar, daromad manbaidan uzilib qolardi. Biz oldin akam bilan ustachilik qilib, shuni orqasidan kun ko'rardik. Bu qish mavsumiga kelganda ustachilik ishlar to'xtardi, mablag'ga bortag'i mablag'imiz yo'q bo'lardi. Keyin oxiri shu akam shu auksionga qo'yilganini eshitib shu yerda oldi. Shuni orqasidan mana eng asosiysi shu qishda daromadimiz bor. Farg'ona tumanidagi Oqbilol mahalla fuqarolar yig'ini Yangibog' ko'chasida joylashgan. Uzoq yillardan beri hech kim foydalanmagan 60 sotix yer maydoni 49 yillik ijara asosida auksionga qo'yilgani haqidagi xabar aka-ukaning hayotida burilish yasadi. Ular bu imkoniyatdan foydalanib, mazkur yerda issiqxona qurish orqali doimiy daromad manbaini yaratishni maqsad qilishdi. Shu yerda akam bilan birgalikda olib, 60 sotix joyda issiqxona qurdik. Boshlanishiga 20 sotix issiqxona qurdik. Daromadini ko'rib yaxshi ekan. Keyingi yiliga 30 sotix qildik. Birinchi yili shu 20 sotix qilishimiz imkoniyatimiz boricha, o'zimiz mablag'imiz bilan imkoniyatimiz yetgancha 20 sotix qilgandik. Mana endi sekin-sekin shu yillar davomida issiqxona 60 sotixga chiqardik. Dastlab dehqonchilik bilan shug'ullana boshlaganlarida bu oila sohaga mutlaqo begona edi. Biroq qishloqda yerni tilini tushunmaydigan odam yo'q. Hamma narsaning o'z ilmi, o'z ustasi bor. Davlat tomonidan uzoq muddatga ishonch bilan berilgan yerni bekor qoldirmaslik uchun ular bilmaganlarini o'rgandi, tajriba to'plashdi. Maqsad aniq edi, barqaror va halol daromad. Natija esa kutilgandan ham yuqori bo'ldi. Birinchi yiliyoq hosildorlikka erishishdi. Bugun 60 sotix issiqxonadan 650-700 million so'm atrofida daromad olinmoqda. Eng muhimi 10 nafar qishloqliklar doimiy ish o'rni bilan ta'minlandi. Oktyabr oyining boshida ekanmiz. Shu dekabr oyini shu 20-25larda birinchi hosilni uzamiz. Biz bu yerga 10 ming tub ko'chat ekkanmiz. Bir tubdan 1 kilodan olamiz. Shu 10 ming tubdan 1 kilodan olsak 10 tonna degan gap. Endi buni hozirgi kunda biz 70 ming so'mdan sotyapmiz 1 kilosini. Daromadi yaxshi, ammo buni ham o'ziga yarasha mehnati bor. Kechalar uxlamaysiz, vaqti kelsa qarab chiqiladi, issiqligiga, boshqasiga qarab chiqiladi. Kuzda boshlangan mehnat qishning chillasida samarasini ko'rsata boshlaydi. Ayniqsa, qalampirchilik tilini topa olsangiz, serhosil va barakali soha. Dehqonlar may oylarigacha uzluksiz hosil oladi. Yoz faslida yerga ishlov beriladi. Kuzda esa yana ko'chatlar issiqxonalarga qadaladi. Bu yerda mehnat bor, baraka bor. Ilm bilan yondoshilgan yer hech qachon xiyonat qilmaydi, deydi dehqonlar. Biz hozircha oilaviy shu bilan bandmiz. Akam bor, men bor. Hamma oilaviy shu issiqxonaning ichida. Shuning orqasidan tirikchilik qilyapmiz. Yer masalasi qiyin edi. Fermerlardan ijaraga olardik, shu mavsumiy ijaraga olib, ekilarda qonunchilik qilinar edi. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik shu tashabbusi bilan dehqonlarga ancha sharoit yaratib foydalanyapmiz. Davlat tashabbusi va yerdan samarali foydalanishga yaratilayotgan imkoniyatlar bugun oddiy dehqonni yer egasiga aylantirmoqda. Natijada bozorlarimizda mahsulotlar xilma-xilligi oshib, qishning qaqshagan sovug'ida ham yoz va kuz ne'matlarini tomorqadan uzib, dasturxonga qo'yish imkoniyati kengaymoqda. Yerga mehr va ilm bilan yondoshilsa, barakasi ham, fayzi ham elga yetadi. Bu kun Maftuna Mamasiddiq va Abdulloh Rashidov, Farg'ona.